Fikr qilib ko'rganda birodar, faqat jiddiy fikr qil. Jiddiy o'ylan. Kallangni band qilib turgan hamma narsani bir chekkaga surib tasha. Haqqing bor, esdan chiqar, qarzing bor, uni ham uni, darding bor. Xullas, hal bo'lmayotgan muammolar, kallangni band qilib turgan hammasini bir chekkaga surib qo'yib jiddiy fikr qil. Quloq sol, fikr qil. Shunda agar jiddiy fikr qilsang, shukr qilishdan boshqa choraning yo'qligini tushunasan. Shunda qanchalar noshukur ekanligingni ko'rasan. Ustingdagi ne'matlarga qara, birodar. Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarga bir qara. Astagfirullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar deyapti Robbimiz subhanahu va taolo, ustinglardagi ne'matlarni sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Ular sen bilan meni ustimda turibdi, birodar. Seni ustingda ham, ostingda ham, o'ngingda ham, so'lingda ham o'rab turibdi. Va asbagha ni'amahu va asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va botina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib berdi. Zohiriy va botiniy degani moddiy, ma'naviy, ko'rinayotgan, ko'rinmayotgan ne'matlar. Tanangni sog'ligi, vataningni tinchligi, yemoq-ichmog'ingni borligi, usti-boshingni ustingda turganligi. Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik darsimizda, bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha." Kim deyaptilar Rasululloh? Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar: kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib, tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Demak, birinchisi, yurti tinch, boshida tomi bor, tani sog', bir kunlik ovqati bo'lsa, eng boy, eng xotirjam odam shu deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu o'tirganlarning ichida deyarli hammamizda mana shu narsa bor. Yurtingiz tinch, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Yo'qmi yo'q? Bora? Rasululloh aytibdilar, eng boy odam shu. Eng baxtli odam shu. Sezamizmi shu baxtimiz borligini? O'sha baxtli ekanmiz, yurtimiz tinch, tanimiz sog', ustimiz but. Ammo biz bu narsalarda qadriga yetmaymiz, birodarlar. Qalbi xotirjam, o'zini uyida, qavmin orasida, tani sog', bir kilo ovqati bor, dunyodagi eng baxtli odam mana shu deyapti payg'ambarimiz. Birodar, ikki ko'zing ko'rib turibdi, tiling gapirib turibdi, lablaring qimirlab turibdi, ikki qo'ling ushab, ikki tog'ing bosib turibdi. Yutganing tomog'ingni o'tyapti, qorningga tushgani hazm bo'lib, oshchasi chiqib ketyapti. Ne'matmi bu? Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Bas, ey insonlar va jinlar, Parvardigoringizni qaysi ne'matlarni yolg'on deya olasizlar? Bir baxtsiz hodisa sababli shol bo'lib qolgan boladan orzular haqida so'ralyapti. Televizorda ko'rsatyapti. Yosh bo'lgan, sho'x bo'lgan, ibodatdan uzoq bo'lgan, ota-onaga bir mehribon bo'lmagan, xullas baxtsiz hodisaga tushdi-da, shol bo'lib qoldi. Qimirlamaydi, o'tiradi aravada, faqat kallasi qimirlaydi, tili jag'i ishlaydi. Orzularing haqida aytib ber. Orzusini qarang. Qo'lim bilan Qur'onni ochib o'qisam. Biron bir hayit bayramida uyimga o'zim oyog'im bilan yurib kelib, onamni quchoqlab, hayit bilan tabriklab peshonasidan o'psam. Agar Alloh qodir qilsa, bir marta sajda qilsam. Bu uchala niyati, orzusi baxt ekanligini bu yigit qachon bildi? Mana shu narsalardan mahrum bo'lgandan keyin. Bizda bormi shu ne'matlar? Ikkita oyog'ing bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi? Ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging, ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan?
Ikkala qo'li kesilgan odam kiyim kiyishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Bir qo'li bor odam oyoq kiyimini qana qilib ipini boylaydi, qana qilib kiyimini kiyadi. Ikkala qo'li yo'q odam hojatga kirganda kirib qanday qozoy hojat qilib chiqadi? O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Ha, tishimiz og'rib kechasi bilan uxlamaganimizda, huzur halovatimizni yo'qotganimizda, ha, tun ham uzoq bo'lar ekan, qara. Sen bir uxlab o'tkazib yuborarding shu narsani. Bir uxlab 6 soat, 8 soat maza qilar eding, faqat ne'matligini bilmas eding. Birodar, ko'zing uyquga ketib, to'yib uyg'onishing arzimagan narsa deb o'ylaysanmi? Qancha odamlar bor uyqusi yo'q. Alloh taolo aytayapti: "Va ja'alna nawmakum subata." Uyqularingizni badanlaringizga va asablaringizga orom qilib berdik deydi. 3 kun uxlamangda nima bo'lasiz? Bir kun uxlamangda ishga bormaysiz o'sha kuni. Ha desa, men kechqurun uxlay olmadim deysiz. Hajda ekanmiz, Muzdalifada bir oqsoqol yig'layapti. Muzdalifada tunadik, tong yotganda bir oqsoqol yig'layapti. Sababi so'ralganda aytayaptiki, to'yib, qotib uxlamaganimga 20 yil bo'luvdi. Uxlaydi 5 minut uyg'onib ketaveradi. Uxlaydi 15 minut uyg'onib ketaveradi. Shunaqa kasalga chalingan odam Muzdalifada Allohning mehmoni ertalabgacha qotib uxlab, xursand bo'lganidan yig'layapti. Fikr qilinglar birodarlar, shukr qilinglar. Fikr qil, shunda shukr qilmay ilojing yo'q. Ko'ngling kustagan taomni istagancha yeyapsan. Ko'zingni quvontirgan ichimlikni xohlagancha ichyapsan. Qancha odamlar bor, bir dard yetgan tabib ko'rsatgan ovqatdan oshchasini yemaydi. Nima saqlaydi? Dieta saqlaydi. Parhez. O'sha bir ko'rgan birodarlarimiz aytib bergan edi. Juda ham badavlat odam deydi. Uyda bular ustalar ishlagan. Ustalarga juda ham chiroyli bir oziq-ovqatlarni qilib beradi. Ovqatlarni zo'rin tayyorlab beradi ustalarga. Ammo o'zi suvga qattiq nonni uyutib, shumib ishlab o'tiribdi deydi. Sabab Alloh bir dard bergan, shu qattiq nondan boshqa narsa o'tmaydi tomog'idan. Qulog'ing haqida fikr qilib ko'r birodar. Alloh seni karlikdan saqladi. Suvni sharqirab oqishini eshitasan. Yomg'irni tomchilari daraxtni barglari gulab shitirayotganligini eshitasan. Ne'matmi, ne'mat emasmi? Birodarlar, ne'matga to'lib turibmiz. Shuning uchun saodatning birinchi sharti fikr qil, shukr qil. Chunki rostmona fikr qiladigan bo'lsang, shukr qilishdan boshqa chorang yo'q.